بسم الله الرحمن الرحيم. ليل دجا في سالف الحقب والجهل ثم طغى في أمة العرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. عما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mana bugun yana musulmonlarning bayrami bo'lgan, miskinlarning hajji bo'lgan juma ayyomida turibmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu juma kuni to'g'risida shunday deb marhamat qilgan. خير يوم طلعت فيه شمس يوم الجمعة وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها ولا تقوم ساعة إلا في يوم الجمعة. Quyosh chiqadigan kunlarning eng xayrlisi juma kunidir. Va bu kunda Odam alayhisalom yaratildi. Va bu kunda jannatga kirgizildi. Va bu kunda jannatdan chiqarildi. Va bu kunda qiyomat qoyim bo'ladi. Demakki, kunlarning eng afzali juma kuni. Mana bunday muborak bir kunda va muborak bir soatlarda turibmiz. Bu biz uchun bir katta bir ne'mat. Alloh azza va jalla boshqa bir oyatda marhamat qilib mu'minlarning bir ekanliklari, mu'minlar hammasi aka-uka, birodar ekanligini xabar berib marhamat qilib aytdiki, astag'firu billah, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqulloha la'allakum tuflihun. Albatta mu'minlar aka-ukadurlar, albatta mu'minlar birodardirlar va birodarlarning o'rtasini isloh qilinglar va Allohdan qo'rqinglar, shoyatki rahim qilinsizlar. Demakki Alloh azza va jalla mu'minlarga aytibdiki, ey mu'minlar, innamal mu'minun, albatta mu'minlar ikhva, aka-ukadur, birodardirlar. Alloh azza va jalla bizga bizni birodar ekanligimizni bizga xabar beryapti. Demakki biz mu'min bo'lsak, farqi yo'qki tili boshqa bo'lsa, farqi yo'qki rangi boshqa bo'lsa, farqi yo'qki millati boshqa bo'lsa, dini bittami? Bizni birodarimiz bo'ladi. Bizni akamiz bo'ladi, bizni ukamiz bo'ladi, opamiz bo'ladi, singlimiz bo'ladi. Demakki, fa aslihu bayna akhawaykum. Birodarlar o'rtasini isloh qilinglar deyapti Alloh azza va jalla. Qarang. Yolg'on gapirishlik bu kaboirlardan, hammamiz bilamiz. Kaboirlardan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday bir hadis aytdiki, yolg'on gapirishlik gunoh, lekin ba'zi yerlarda istisno qildi, 3 yerda, ba'zi hadislarga 4 yerda deydi, yolg'on gapirsa joiz. Shulardan biri mu'minlar o'rtasini isloh qilish uchun yolg'on gapirsa joiz. Qarang, shunchalik bir kaboir, katta gunoh, mana bunday ishni, mana bunday mu'minlar orasini isloh qilish uchun ijozat berilyapti. Demakki, agar biz o'rtamizda bir nizo chiqib qolsa, o'rtamizda bir omir kelishmovchilik bo'lib qolsa, eng go'zal shaklda yoki atrofimizdagi birodarlarimiz eng go'zal shaklda bizni isloh qilsin. Chunki bu mu'minning ustidagi haqlaridan bir haqqidir. Va mu'minlarni aka-ukaligi va mu'minlar o'rtasini isloh qilishlikka buyurgandan keyin Alloh azza va jalla aytibdiki, vattaqulloh, Allohdan taqvo qilinglar. Bu mu'minlik, aka-ukalik taqvo bilan bo'ladi. Mu'minlar o'rtasini isloh qilishlik taqvo bilan bo'ladi. Ya'ni Allohga taqvo qilinglar deyapti. Qarang. La'allakum turhamun, shoyatki sizlar rahim qilinasizlar. Taqvo qilaylikki, shoyat bizga rahim qilinsin. Alloh azza va jalla boshqa bir oyatda marhamat qilib aytdiki, astag'firu billah, val mu'minuna val mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din, ya'muruna bil ma'rufi va yanhauna 'anil munkar. Albatta mu'min erkaklar va mu'min ayollar ba'zilarining do'stlaridir va
ma'rufga amr etadilar va munkardan nahiy qiladilar. Ya'ni munkardan qaytaradilar. Qarang, mu'min erkaklar qanday biriga aka-uka birodar bo'lgani kabi mu'minalar ham o'rtasida birodardir. Bu faqatgina erkaklarning ichidagi holat emas. Iymondami, islomdami ular ba'duhum awliya'u ba'd. Ba'zilari ba'zilarining avliyolari, do'stlaridir. Ibrohim alayhisolamning voqeasida keladi. Qiyomatda butun insonlar payg'ambarlarning oldiga borib, Robbingizga bizga shafaat qiling. Alloh azza va jalla hisob-kitobni boshlasin deb butun payg'ambarlar oldiga borgani kabi, Ibrohim alayhisolam oldiga borganda Ibrohim alayhisolamda o'zining uzrlarini aytadi. Shulardan biri dunyoda yolg'on gapirdim deydi. Vaholanki, ya'ni bu Ibrohim alayhisolamning qilgan ishi yolg'on deb atalmaydi. Yolg'on deb atalmaydi. Ta'arruz ishlatdi Ibrohim alayhisolam. Qanday? Bu badbaxt Namrud bu shunday bir badbaxt ediki, o'zining dushmanlarini agar eri xotinni ushlab olsa, agar saroyga askarlar olib kelsa, erining oldida xotinini zino qilar edi. Shunchalik bir badbaxt edi. Ibrohim alayhisalom va ayoli bilan birga ketayotganda, shu Namrudning askarlari u kishini ushladi va Namrudni oldiga olib kelishdi. Ibrohim alayhisalom qarang, zakidir. Mo'minlar zaki bo'lishligi kerak. Mo'minlar g'ayratli bo'lishligi kerak. Ibrohim alayhisalomdan so'radiki, bu kishi kiming bo'ladi? Ibrohim alayhisalom aytdiki, singlim bo'ladi dedi. Yolg'onmi gapirdi? Yo'q, innamal mu'minuna ikhwa. Alloh azza va jalla aytibdiki, mo'minlar aka-ukadir. Sizning ayolingiz mo'minami? Sizni diniy bir singlingiz bo'ladi, diniy bir ukangiz bo'ladi. To'g'ri, shariatda sizning ayolingiz ayol deb nomlanadi, sizga singil bo'lmaydi. Lekin Alloh azza va jalla aytdiki, umumiy qonun qo'yib aytdiki, innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum. Albatta mu'minlar aka-ukadir va mu'minlarning o'rtasini isloh qilinglar dedi. Qo'limizdan kelgancha mu'minlarning o'rtasini isloh qilaylik. Mu'minlarni birlashtirishga harakat qilaylik. Mu'minlarga yordamda bo'laylik. Zotan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarda ham shuni aytdi. Mu'min mu'min bilan binolar kabidir, ba'zilarini qo'llab-quvvatlaydi dedi. Davomida ko'ramiz, hozir darsning davomida bu hadis bilan ham tanishamiz. Demakki, mu'minlar o'rtalarida amr ma'ruf nahiy munkar qilishlari kerak ekan. Qarang. Chunki bu amr ma'ruf nahiy munkar qilishlik bilan insonning iymoni yana ham ziyoda bo'ladi. Insonning yana ham solih amallarga, go'zal amallarga yana ham rag'bati oshadi. Sahobalar o'rtalarida agar bir iymonlari zaiflashib qolsa, kelinglar bir iymon to'g'risida gaplashaylik, oyat hadislardan o'qib bir iymonimizni ziyoda qilaylik deb o'tirib oyat hadislardan aytishar ekan. Ma'lasa bizning zamonimizda bunday insonlar juda ham ozayib ketgan. Dunyoviy masalada gaplashaman desa, ertamangacha gaplashadi kechasi boshlab. U uyda, bu uyda, bu mashina ekan, u uy ekan, bu telefon ekan. Demakki, Allohga taqvo qilaylik. Vattaqulloha la'allakum turhamun. Allohga taqvo qilinglar, Allohdan qo'rqinglar. Abi Hurayra radhiyallohu anhu qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: Al-muslimu akhul muslim, la yakhunuhu va la yakdhibuhu va la yakhdhuluhu. Kullu muslimi ala muslimi haramun 'irduhu va maluhu va damuhu at-taqwa hahuna. Bihasbi imri'in min ash-sharri an yahtaqira akhahu al-muslim. Abu Hurayra radhiyallohu anhu da rivoyat qilinyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdiki, al-muslimu akhul muslim. Muslim muslimning birodaridir. La yakhunuhu. Muslim muslimga xiyonat qilmaydi. Va la yakzibuhu. Muslim muslimga yolg'on gapirmaydi. Uni aldamaydi. Va la yakhdhuluhu. Va uni yordamsiz tashlab qo'ymaydi. Qarang. Yordamsiz tashlab qo'ymaydi. Kullul muslimi alal muslimi haramun 'irduhu va maluhu va damuhu. Har bir muslimda boshqa bir muslimda uning moli, uning joni, uning obro'si haromdir. Qoni harom bo'lgani kabi moli haromdir. Moli harom bo'lgani kabi obro'si haromdir. Bir mu'minning obro'siga agar siz zarar yetkazsangiz, bir mu'minning obro'sini to'ksangiz, u mu'minning molini olgan kabi, u mu'minning qonini olgan kabi bo'lasiz. O'ldirgan kabi bo'lasiz mu'minni. Alloh azza va jalla aytadiki, kimki mu'minni qasddan o'ldirgan bo'lsa, jahannamda abadiy qoladi deydi. Qarang, abadiy jahannamda qolishlik odam mu'minni qasddan o'ldirishlikka zikr qilinadi.
va kaboir kitoblariga ko'ring, shirkdan keyin birinchi o'rinda qatlun nafsi keladi. Nimaga? Chunki shirkni Alloh taolo kechirmaydi. Shirk qilgan odam agar tavba qilmagan holatda o'lsa, abadiy jahannamda qoladi. Va katta gunohlar ichida abadiy jahannamda qolishlik mu'minni qasddan o'ldirgan odamga ham va'idlar bo'lgan. Kimki mu'minni qasddan o'ldirgan bo'lsa, u jahannamda abadiy qoluvchidir degan. Demakki, agar siz bir mu'minni o'ldirsangiz, qanchalik bir va'id bo'lsa, shu mu'minning moliga tajovuz qiling. Shu mu'minning arzimagan, oz bo'lsa ham, juda ham arzon bo'lsa ham shu mu'minning agar haqqiga tajovuz qiling, bu mu'minni o'ldirgan kabisiz. Yoki obro'siga shu mu'minni pastga ko'ring, haqir ko'ring, bir dunyoviy bir kamchiligi bo'lishligidan yoki bir badaniy bir jasadi e'tiboridan yoki qandaydir bir eksikligi, qandaydir bir kamchiligini sababidan shu mu'minni haqir ko'rsangiz, shu mu'minni pastga urib o'zingizni kibrlantirayotgan bo'lsangiz, siz mana shu mu'minni o'ldirgan bilan barobarsiz. Va Rasululloh deyaptiki, at-taqva hahuna, taqvo mana bu yerdadir. Boshqa hadislarda Rasululloh qalbiga ishorat qilib, at-taqva hahuna, taqvo mana bu yerdadir deb qalbga ishorat qiladi. Rasululloh boshqa bir hadislarda ham aytadiki, albatta insonning jasadida bir parcha et parchasi borki, agar u solih bo'lsa, butun jasad solih bo'ladi. Agar bu fasod bo'lsa, butun jasad fasod bo'ladi. Ogoh bo'linglar, bu qalbdir deganlar. Demak, birinchi o'rinda inson qalbini poklash kerak ekan. Qalbimiz xolis bo'lsin. Butun amallarga ixlos bilan, iymon bilan, ihson bilan harakat qilaylik. Qancha amallarimiz solih bo'lsin, qancha ko'rinishimizdan, zohiridan, shariatga qanchalik amallarimiz uyg'un bo'lsin, lekin qalbimizda ixlos bo'lmasa, Alloh azza va jalla qabul qilmaydi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdiki, "Bihasbi imri'in min ash-sharri an yahtaqira akhahul muslim." Va kishiga gunohdan yetarlidir mu'min birodarini haqir ko'rishligi deyapti. Bir mu'min birodaringizni haqir ko'rishligingiz sizga boshqa gunoh qilishligingizga hojat yo'q. Yetarlidir deyapti. Ulamolar aytadiki, kimki bir mu'minni haqir ko'rsa, bu ribo qilgandan ham battardir deydi. Ribo qilgan, vaholanki ribo qilgan odam onasini zino qilgandan battardir. Sahih hadislar bor. Kimki ribo qilgan bo'lsa, kimki riboga qo'l urgan bo'lsa, onasini zino qilgandan battar. Demak, agar mu'minni haqir ko'rgan, demak ribo qilgan insondan ham battar bo'ladi. Qarang, nima kelib chiqyapti. Shuning uchun Rasul aytdiki, innamal mu'minuna ikhwa. Albatta mu'minlar aka-ukadir dedi, birodardir dedi. To'g'ri. Hamma mu'min ham haqiqiy mu'min emas. Mu'minlikda kamchiligi ko'p mu'minlar ham bor. Gunohkor bo'lgan, fosiq bo'lgan mu'minlar ham bor. Lekin biz o'sha mu'minning o'zini hech qachon yomon ko'rmaymiz. O qilayotgan amalini yomon ko'ramiz. Qilayotgan fosiqligini, qilayotgan ishini yomon ko'ramiz. Hech qachon mu'minni yomon ko'ramiz. Haqqimiz yo'q. Alloh azza va jalla aytibdiki, Allohu valiyul ladina amanu. Alloh iymon keltirgan kishilarning do'stidir deyapti. Siz iymon keltirgan kishilarni yomon ko'ryapsiz. Kimsizki Allohning do'stini yomon ko'rsangiz? Alloh aytibdi. Allohu valiyul ladina amanu yukhrijuhum minaz-zulumati ilan-nur. Ularni zulmatdan nurga chiqaradi. Ularni qiyinchilikdan qulaylikka chiqaradi. Demakki, mu'minlarni yaxshi ko'raylik. Da'vat qilaylik agar gunoh ishlarda davomiylik etayotgan bo'lsa, davomiylik gunoh ishlarda bo'layotgan bo'lsa, da'vat qilaylik, tabliğ qilaylik. Zotan mana oyatda ham o'qidik. Ya'ni ya'muruna bil ma'ruf va yanhauna 'anil munkar. Amru ma'ruf, nahiy munkar qilaylik. Qo'limizdan kelgancha, oz-oz bilganimizga. Aytmaylikki biz hali hech narsa bilganimiz yo'qki, o'qiylik biroz. 1 yil o'qiylik, 2 yil o'qiylik yoki 3 yil o'qiylik. Rasulullohning sahobalar unday demadi. Qancha bilgan bo'lsa yetkazing. Rasul aytdiki, "Ballighu anni walau ayatan." Mendan bir oyat bo'lsa ham yetkazinglar dedi sahobalar. Bir oyat bo'lsa ham yetkazing. Bir oyat. An Anas radhiyallohu anhu qol, "Lamma qadima Abdurrahman ibn Auf al-Madinata akhan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam baynahu va bayna Sa'd ibn Rabi'. Faqala lahu halumma uqasimka mali nisfayhi." Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilinyapti. Bu sahobiy aytayaptiki, Abdurrahman ibn Auf Madinaga kelganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uning orasi bilan Sa'd ibn Rabi'an orasini aka-uka qildi deyapti. Qarang, axon. Rasululloh bu kishi bizga haqiqiy o'rnakdir.
Alloh azza va jalla oyatda aytadiki, Allohning rasulida sizlarga eng go'zal o'rnak bordir deydi. Eng go'zal o'rnak bo'lgan zot bizga Rasululloh. Rasulullohdan o'rnak olaylik. Rasululloh mu'minlarning o'rtasini isloh qilar edi. Qarang. Abdurrahmon ibn Avf muhojir sahoba Makkani tashlab hijrat qilib kelyapti. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ansoriy sahoba Sa'd ibn Robiyaga aka-uka tutuntiryapti. Aytayaptiki, "Ey Sa'd, ey Abdurrahmon, bugundan keyin sizlar aka-ukasizlar" deyapti. Sahobalar shuni tan oldi. Sahobalar shunga taslim bo'ldi va mana shu o'zining aka-ukasiga qilgan yaxshilikning 2 barobar, balki undan ham ko'pini qildilar. Va Sa'd ibn Robi' bu Abdurrahmon ibn Avf sahobaga dediki, "Halumma, xush kelding. Uqosim kamali nisfayhi. Molimni hammasini 2ga bo'laman, 2ga taqsim qilaman. Vali imroatani va meni ikkita ayolim bor. Fa utalliq ihdahuma. Ikkalasidan birini taloq qilaman. Fa iza inqada iddatahu fatazawwajha. Agar iddasi bitgan bo'lsa, sen unga uylanasan" deyapti. Qarang, sahobalar shu kimimiz qilaladiki, ikkita ayoli bo'lsa, bir muhojir kelsa, bir xotinini taloq qilib iddasi bitgandan keyin uylantirib qo'yishlikka kimimizning iymonimiz ko'tara oladi? Aytishimiz mumkin, masalan, taslim bo'lishimiz mumkin. Bir odam aytaylikki, 100 ming dollar puli bor. Bir muhojir keldi, 50 ming dollarini berishligi mumkin deymiz. Lekin qaysi bir inson ayta oladiki, men agar ikkita xotinim bo'lsa, bitta xotinimni taloq qilaman, shu birodarimga uylantirib qo'yaman deb kim ayta oladi? Mana Sa'd ibn Robi' sahoba qildi shuni. Ya'ni mana shuni taklif qildi. Abdurrahmon ibn Avf bu kishi ham jannat bilan bashoratlangan 10 ta sahobaning biri bo'ladi. Jannat bilan bashoratlangan sahoba Madinaga hijrat qilyapti. Sa'd ibn Robi' shu birodarimga deyapti, molimni yarmini berayin. Va mana ahli ayoli yo'q, shu ayolim, meni ikkita ayolim bor. Shuni bittasini taloq qilib, bittasi bitgandan keyin uylantirib qo'yin deyapti. Mana sahobalar o'rtasidagi ukhuvat. Mana sahobalarning amali bu hadislarga innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykumga amal qilishlik mana bunday bo'ladi. Faqola, shunda Abdurrahmon ibn Avf nima dedi? Abdurrahmon ibn Avf ham, ya'ni ziraylikligiga qarang. Barakallohu lak fi ahlik va malik. Dulluni ala suq fadulluhu ala suq. Abdurrahmon ibn Avf aytdiki, Alloh senga va seni molingga va ahlingga baraka bersin. Alloh ziyoda qilsin molingni, ayolingni ziyoda qilsin, menga bozorni ko'rsatinglar, menga bozorda dedi. Nimaga? Ya'ni Abdurrahmon ibn Avf o'zi peshona terib qilib mol to'plashiga, Allohga tavakkul qilishiga bu kishilarning iymoni yetarli edi. Tavakkul qildi, aytdiki, menga bozorni ko'rsatinglar, men bozorga chiqib bozorda ish qilaman dedi. Biz zamonimizda alhamdulillah, ya'ni muhojirlar bo'lyapti, hijrat qilyapti, ansorlar bo'lyapti, ansorlik qilyapti, lekin ko'ryapsizki, ba'zi muhojirlar ki hijrat qilib kelgan ansorlarga xuddiki ular sizga haqqi bordek, menga yordam bermaysizlarmi deb yotibdi bir yerda. Oyligim yo'q yoki kvartiramning puli yo'q, u yo'q, bu yo'q. Hamana sahoba Abdurrahmon ibn Avf yotib olmadi-yu, ya alhamdulillah yarim molini berib bitta ayoliga uylanib olib. Yo'q, ular ham o'yladiki, o'zimni kuch-quvvatim bor-ku, o'zim harakat qilsam bo'lmaydimi? deb harakat qilib bozorni so'rayapti, menga bozorni ko'rsatinglar deb. Va Abdurrahmon ibn Avfga bozor ko'rsatildi. Fama raja'a yawma idin illa wa ma'ahu shay'un min al-aqid wa samin qad istafdalahu. Va u Abdurrahmon ibn Avf u kuni qaytmadi va magar u o'zi bilan birgalikda aqid, qurutob va samin yog', ya'ni sariyog'dan deyshadi. Shu bilan qaytdi, haqiqatan bularni ishlab topibdi. Qarang, Abdurrahmon ibn Avf boribdi bozorga, ish qilibdi, mana Alloh azza va jalla beribdi. Aqid, qurutob bilan mana shu samin bilan qaytib kelyapti. Demakki, harakat qilsak Alloh azza va jalla beradi ekan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadiki, Alloh azza va jalla bir qushni rizqini bergan, sizlarning rizqlaringizni bermaydimi? Bir qush ertaman inidan och holatda uchib ketadi va taruhu bitonan va qorni to'ygan holatda qaytib keladi deydi Rasululloh. Endi mana shu qushni rizqini berayotgan zot sizday bir muslimni, sizday bir mu'minni rizqini bermaydimi? Sizday bir do'stini rizqini bermaydimi? Allohning do'sti bo'lsangiz, iymonda bo'lsangiz, Alloh do'stim deyapti. Beradi, lekin shunga haqli bo'laylik, harakat qilaylik. Faraahu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'da zalika fa alayhi wadaru sufrati. Va
Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shundan keyin, ya'ni shu Abdurrahmon ibn Avf hijrat qilgandan keyin bir necha kunlar yoki bir necha oylardan keyin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam uni ko'rdi. Fa alayhi wadaru sufratin. Uning ustida bir sariqlikdan bo'lgan ziynatlarni ko'rdi. Qaradiki Abdurrahmon ibn Avf keldi. Rasululloh qaradi, Abdurrahmon ibn Avf ustida ziynat bor, sariq. Va Rasululloh sahobalarga aytgan edi, ziynat bu ayollarga xos. Ziynatlashlik. Bu oltin edi, boshqa edi, erkaklarga joiz emas. Faqatgina uzuk va faqatgina kumushdan joiz deyshadi ulamolar. Abdurrahmon ibn Avf ustida yaltiragan ba'zi ziynatlarni ko'rib, Rasululloh aytdiki, "Mahyam, bu nima? Nima bu?" deb so'radi. Faqola Abdurrahmon ibn Avf aytdiki, "Tazawwajtu imro'atan min al-ansor." Ansorlardan bo'lgan bir ayolga uylandim dedi. Qarang sahobiyning qilgan harakatini. Qisqa muddatda pul ishlab topyapti va qisqa muddatda uylanyapti. Sahobalar diniy masalada bizdan o'tib ketgani kabi dunyo masalada qarang o'tib ketyapti. Ko'p bo'lgan yo'q, mana Rasululloh Anas ibn Malik aytayaptiki, "Fara'ahu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'da zalika." Undan biroz keyin Rasululloh uni ko'rdi deyapti. Fara'ahu deb fa bilan keltiryapti, summa bilan keltirmayapti. Va mana arab tilidagi fa ta'qib uchun keladi. Demakki, biz hijrat qildikmi? Agar dunyo o'zimizning ehtiyojimizga yarasha dunyomiz bo'lsa, ya'ni bozorga chiqib ishlaylik, bu bizning bir nimamiz emas. Agar haloldan bo'lsa chiqib ishlaylik. Qurilish bo'ladimi, boshqa bo'ladimi ishlaylik ki o'zimizning asli hojatlarimizga yetishlik uchun. Va uylanish kerak bo'lsa uylanaylik deysiz. Qarang sahobani. Uylandi, ansoriy bir ayolni topdi, uylandi. Va yana shu yerdan shu masala kelyaptiki, qarang, Abdurrahmon ibn Avf uylanibdi, Rasulullohga aytmabdi. Rasulullohni chaqirib aytmabdi Rasulullohda. Rahmatan lil alamin bo'lgan zotda aytmabdi. Biz zamonimizda shunday bir yana kamchilik borki, bir inson agar to'y qilgan bo'lsa, o'zi to'yi juda isrofgarchilik bilan bo'ladi. Yana agar bitta ham otasini, qarindoshini bir qarindoshi qolib ketgan bo'lsa shikoyat qiladi. "Ya palonchi meni to'yga aytmadi." Faqola va yana Rasululloh aytdiki, "Fama asdaqtaha?" Mahriga nima berding? Qol nawatun qala Humaydin aw qala wazn nawati min az-zahab. Abdurrahmon ibn aytdiki, navat dedi. Navat danak. Va Humayd aytdiki, shu danakning miqdoricha bir oltin berdim dedi. Qarang, danakning miqdoricha oltin qancha bo'ladi? Biz zamonimizda 1 gram oltin 30 dollar atrofida desak, danak 10 gram, 15 gram balki undan-da ko'pdir, to'g'rimi? Demak, sahobiy ishlab oltin topyapti. Ya'ni bu kishi chiqib yo'llanib qilgan yo'q. Qilyapti, bozorda nima ish qilishlikka o'rasa qilyapti. Va mana bunaqa oltin topib va tez-tez dunyoviy masalalarda ham harakat qilyapti. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdiki, faqola avlim wala bishatin. Bitta qo'y bo'lsa ham kesib valima qilgan dedi. Demakki Rasulullohning bu so'zi bilan shu ishoratdan shu ham chiqadiki, ya'ni valimalarning eng yaxshisi bitta qo'y so'yib valima qilishligi. Undan oshiqchasi ham isrofgarchilik hisoblanadi. To'g'ri, joiz. Agar insonlar yana ham ko'payib shuni taqozo qilsa, kesing. Lekin eng nimasi Rasul aytadiki, avlum bishatin. Bitta qo'y bo'lib kelsa ham valima qilgin deyapti. Demak, bu hadisda mana sahobalarga qarang. Abdurrahmon ibn Avf va Sa'd ibn Rabi'ani bir-biriga bo'lgan akaligini, bir-biriga bo'lgan ukaligini sahobalar mana bunday amal qilib ko'rsatishdi. وعن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا ولا يحل لمسلم أن يحجر أخاه فوق ثلاث. Yana Anas ibn Malik radhiyallohu anhu da rivoyat qilinyapti. Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam aytdiki, la taqata'u, aloqalarni kesmanglar. Va la tadabaru, va bir-birlaringdan burilib, teskari burilib ketmanglar. Va la tabaghadu, va bir-birlaringizga g'azab qilmanglar. Va la tahasadu, va bir-birlaringizga hasad qilmanglar. Va kunu ibadallohi ikhwanan, va Allohni aka-uka bo'lgan holatda Allohning qullari bo'linglar deyapti. Qarang, va kunu ibadallohi ikhwanan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga aytayapti, va kunu ibadallohi ikhwanan. Aka-uka bo'lgan holatda Allohning qullari bo'linglar. Va la yahillu li muslimin an yahjura fawqa thalathin. Bir muslim boshqa bir muslimga 3 kundan ko'pida
undan tiyilishligi, undan hajr qilishligi unga joiz emas, unga halol bo'lmaydi. Mo'minning ustida shunday haqlari borki, agar unga 3 kun gapirmay qo'ysa, joiz emas, gunohkor bo'ladi. Endi bu 3 kun desa joiz ekan, 3 kungacha emas. Mo'minlarga nima gapirmaymiz? Xatosi bo'lsa yuziga aytaylik, birodar, sizning shunday xatoingiz bor. U birodar ham tan oladi. Kim xatosini tan olmagan odam munofiq bo'ladi. Yoki kibrlayotgan bo'ladi. Kibrga ketib, "Ya, mana anaqam bor, manaqam yo'q" deydi. Xatosini tan olgandan keyin har doim jamoatga kelib palonchi shunday, u biz bunday demang. Yo'qmi o'zingizda? Agar o'zi tekshirib chiqsa, o'zi 10 ta, 20 ta xato, undan da ko'p xato bor. Yo'qmi? Bor. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdi: "Kullu bani adam xatto'un va khayrul xatto'i tawwabun" dedi. Har bir odam bolasi xatokordir. Xato bizda ham bor, sizda ham bor. Shuning uchun bir mu'minni bir xatoligi sababida uni haqir ko'rmang. To'g'ri, qo'lingizdan kelgancha munkarni to'xtating, qo'lingizdan kelgancha shu kishiga isloh qilishlikka harakat qiling, lekin hech qachon haqir ko'rmang. Alloh azza va jalla hammamizga sahobalar kabi oyat va hadislarga amal qilishni nasib qilsin va sahobalar o'rtasidagi uhuvatni Alloh azza va jalla bizga ham bersin. Va axiru davana alhamdulillahi robbil alamin. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي وارفعوا دين محمد. حطموا ظلم الليالي واسبقوا ركب المعالي وابذلوا كل الغوالي